ishxona meni borligim esidan chiqarib qo'yishdi bir bo'lsa. Soat 3 bo'ldi. Ertalab soat 6 da mashinalar tushirgani kirib 6 da tushirib chiqqanman. Shundan beri yotibman. Hozir zerikib aylanib chiroyli bir shaharchalar bor ekan oldimda. Uylar qaranglar. Simpatik qilib solingan. Bu maktab ekan. Eshikdan kirasan, uyga kirasan-da. Ikkita qo'shni. Aka-ukalar. Ko'chalar kichkina. Qonun ishlaydi lekin 30 ограничение. Snos degan yozuvlar yo'q. Shunaqa gaplar.